Hammaga salom. Siz Shohmod kanaldasiz. Bugungi videoda Koreyadagi bir kunlik ishlar, ya'ni Arbeit haqida video vlog ko'rasiz. Arbeit bu Koreyadagi bir kunlik ish hisoblanadi. Bu doimiy ish emas. Shuni esdan chiqarmang. Xullas, bu haqida video davomida o'zingiz ko'rib tushunib olasiz. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizga maroqli tomosha, menga bo'lsa yaxshi ish. Tak, bilmadim bu Inchonda, Inchonda aynan qayerdaligini bilmayman. Xullas shunaqa kunlik ishlar bitta farq qiladi Koreyada. Aniq sistemasini tushuntirib berishim qiyin to'g'risi. Lekin video davomida ko'rasiz o'zingizlar qanaqa ish, qancha to'laydi kuniga, nimalar bor, qanaqa qiyinchiliklari bor. Shunaqa. Va albatta videoni ko'rishni boshlagan ekansiz, oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Albatta sizga foydasi tegadigan video bo'ladi. Va albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qo'limda kartochka turibdi ekan. Bu transport karta Koreyada, shu bahonada sizlarga tanishtirib o'tdik. Bu temani karta. Bu bilan o'sha asosan shahardan shaharga qatnashsa bo'ladi va ko'pchilik shaharlarda ham ishlatsa bo'ladi. Lekin Seulda agar o'zida yashaydigan bo'lsangiz, climate karta bor. O'sha climate karta orqali adashmasam 60 ming wonga, har xil tariflari bor. 60 ming won tashab qo'yib turib, bemalol VIP ishlatsangiz bo'ladi. Shu juda ham katta plyus, chunki agar bittadan ishlatadigan bo'lsangiz, mana bu kartani ishlatadigan bo'lsangiz juda ham qimmatga tushib ketasiz. Mana bu aytilgan Seoul climate karta shunaqa bo'ladi, lekin sal boshqacharog'i ham bor. Lekin asosiysi mana bu cheksiz belgisi turadi o'zi. VIP degan ma'noda. Xullas, mana hozir ishlaydigan joyimga keldim. Hozir endi bu yerga kirib, hozir kerak narsalarni oldim. Endi mana liftda chiqib ketamiz. Bu yerda kameralar bilan sizlarga shu chiroyli va foydali video ko'rishlar uchun. To'g'risi, menimcha buni cho'zib o'tirgandan foyda yo'q. Bu mehmonxona ishi. Shunaqa ishlar bor. Mehmonxonadagi tozalovchilarni qilasizlar. Sizlarga juda bir foyda tarafi bitta xona beradi. Mana hozir men xona. Kechagina chiqarib edim. O'sha tayanchilar o'tadi. Вот, mana room tour sizlarga. Вот, mana. Tak, mana setting yo'qaydi. Вот, mana. Shu WhatsApp like bosamiz o'rtoqlar. Xullas, mana shu menga berilgan xona. Bu mana bitga qo'ying. Xullas, bunaqa ishlarda sizlar shu ertalabdan 10 da boshlanadi ish. Har xil bo'lishi mumkin. Hozir meniki 10 da boshlanadi. 10 da boshlangandan keyin hozir men vaqtroq keldim. 9:40 da ungacha bemalol dam olsam bo'ladi. O'zi qachon ish boshlanadigan paytda o'sha SMS telefondan SMS jo'natishadi yo bo'lmasa Kakao Talk degan Koreyan ilovasi bor, shu ko'pchilik bilsa kerak. O'sha ilova orqali sizlarga xabar jo'natadi, o'sha guruhlariga qo'shib, o'sha yerdan bir o'sanglar bo'ladi. Hozir menga aytishdi, uni 20 larda ishni boshlaysizlar deb. Ungacha bemalol dam olsam bo'ladi. Hozir videolar bor, videolarni tashib qo'yaman. Instagramga, agar Instagramda meni bilmaydigan bo'lsanglar, men bu yerda pastda Instagram chiqadi. Albatta Instagramga ham foto podpiska tashlab qo'yiladi, ham foydaliroq kontentlar bo'ladi. Reels formatda. Ertaga ko'proq baribir aktiv bo'laman, storieslarda ham, boshqa joyda ham. Hozir endi shu taxminan 1,5 soat 40 minut atrofida bemalol dam olsam bo'ladi. Keyin 10 da ishim boshlanadigan bo'lsa, 1 da obedga chiqiladi, 1 dan 1 soat obed bemalol dam olsa bo'ladi u paytda. Keyin 2 da yana ish boshlanib, shu bilan shu xonalar tozalanadi va tozalangandan keyin hamma xonalar tozalab bo'lib turib, shu bilan yana dam olsa bo'ladi.
misol uchun kechagi holatda gapiradigan bo'lsam, shu obedgacha ishladik, 1 soat obed qildik. Undan keyin 2da ish boshlab 4:30largacha ishladik. 4:30da уже xona tugadi, bemalol dam oldik. Keyin ancha 2 soatcha keyin undan keyin ham pashta bo'lgan yo'q. 2ta xona bo'ldi, o'shalarni tozaladik, bo'ldi. Lekin shu bilan uyga ham bir 8:30-8larda javob berdim. 8dan o'tibroq javob berdim. Bu nima desa bo'ladi? Bunaqa ishi juda og'ir deb bo'lmaydi. Tekpaydigan ish ko'pchilik bilsa kerak. Unchalik og'ir emas. Lekin o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Xullas, bu ishda 2 kishi ishlaydi. Hozir mana bir kishi kirganda manbetlarni ichkarida mana vanna bor, vannalarni, mana bularni ustilaridagi musorlarni tozalaydigan bo'lsa, bir kishi divanni narsalarni yechib, boshqatdan kiydiradi. Hozir men shu ishni qilaman. Bu ishni o'zi ko'proq o'g'il bolalar qiladi. Tozalov bo'lsa, qizlar, chunki baribir tozalov osonroq bo'lganligi uchun qizlar qiladi. Albatta, mana bu plastinani o'sha kravat narsalarni yechib, kiydirish baribir jismonan qiyinroq bo'lganligi uchun og'ir narsalar ko'tarish kerak, boshqa qilish kerak. Shunga ko'proq o'g'il bolalar ishlaydi. Lekin ba'zida teskarisi bo'lishi ham mumkin, ikkalasi ham ishlashi mumkinmi? O'zi buni farqi yo'q. Lekin odatda shunaqa. Xullas, ish haqida taxminan sizlarga gapiradigan bo'lsam, xonaga kirganinglarda taxminan shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ba'zan bundan battarroq bo'lishi ham mumkin. Ko'rgan musirlarda bir kishi tozalaydi, ko'pincha 2 kishi birga bo'lib tozalaydi. Bunaqa darajada musor ko'p bo'lib ketsa va mana ko'ryapsizlar, juda ham musor ko'p, har xil ovqatlar, boshqa narsalar. Shuning uchun buni 2 kishi tozalagani ma'qulroq. Keyin tozalab bo'lgandan keyin bo'lsa, hamma o'zining ishiga o'tib ketadi. Bir kishi vanalarni, pollarni tozalaydigan bo'lsa, bir kishi shunaqa divanni yechintirib boshqatadan kiyintiradi. Xullas, hozir bilaman, orada sizlarga video olmayapman. To'g'ri tushunasiz, ish bilan bu sherigim aytganimdek baribir tozalaydigan ko'pincha qiz bolalar bo'ladi. Hozir ham qiz bola bo'lganligi uchun to'g'risi bemalol videoga olish sal noqulay. Shuning uchun iloji boricha telefonda videoga olib turib, keyin ozvuchka qo'yaman. Agar mabodo iloj qilolsam, o'zim kirib shu kamera bilan ovoz bilan gapirib shunaqa deb to'liq tushuntiraman. O'zi endi ish boshlaganimizga qancha bo'ldi? 10da boshlagan bo'lsak, hozir 1da soat. Mana ko'rsanglar bo'ladi, ko'rinyaptimi o'zi. Xullas 1 bo'ldi. 2 gacha vaqtimiz bor, 2dan keyin yana boshlanadi ish. Hozircha bizda shu, agar mabodo yana qiziqarli narsa bo'lsa aytaman, videoni umuman o'tkazolmay oxirigacha ko'ring. Qancha ishlab topganim, men necha soat ishlaganim, hammasini sizga to'lig'ini aytaman albatta. Like bosish, podpiska bosish esdan chiqmasin. Xullas, mana nihoyat ilojini topdim. Vot mana. Mana bitta xullas shunaqa ahvolda bo'ladi. Mana betlarni tozalash kerak, betlarni tozalab turib, mana almashtirish kerak. Mana almashtirib, tayyor holatga keltirish kerak. Xuddiki mana shunaqa cho'tki holatga keltirib qo'yish kerak shuni. Xullas, shunaqa videoni 30 olmaylar oxirigacha ko'ringlar, hali yana davom etadi video. Xullas, mana o'rtoqlar ko'rsanglar bo'ladi, soat 21:41 bo'ldi. Juda yana 10ga yaqinlashdi. Ishim ham 10dan 10gacha edi. Hozir ish tugadi. Hozir hamma narsalarni yig'ishtirib, bu yerdan chiqaman-da. Mana menga berilgan qani. Xullas, mana shu kartalarni reseption, ya'ni qabulxonadagi o'sha ishiga topshirib, keyin shu bilan meni og'a kamera. Keyin shu bilan uyga ko'ramiz. 110 mingdan 220 ming tashib berish kerak. Mana oxirida sizlarga qancha topganimni aytyapman. Kuniga 110 mingdan 2 kun ishlaganman, 220 ming tashlaydi. Dollarda yo so'mda qancha bo'lganini bitlarda chiqdi. Yaxshi summa. Buni hozir chiqqanidan keyin gaplashamiz. Hozir tezroq borishim kerak, avtobusdan kech qolmasdan. Va nihoyat mana qaytib ketyapman uyga. Hozir o'zi soat 12 bo'lib ketdi adashmasam, chunki ishdan chiqqandan keyin bu videoga ola olmadim. Sal kech qolib endi mana qaysi uyga kelib qoldim. O'zimizni mahalla, o'zimizni rayon. Xullas, kuniga 110 mingdan pul to'ladi. Bu degani 2 kunga 220 ming won oldim. Bundan oldin mana hozir ham chiqdi o'sha dollarda va so'mda bu pul qancha bo'lishi, bu pulga chiqishga arziydimi? Juda arziydi ish.
bunaqa ko'pchilik haligi tekpaga o'xshagan og'ir ish emas, lekin bunaqa yengil ish ham emasda, nisbatan og'irroq ish. No, именно tekpaga solishtirganda osonroq. Misol uchun bu ish 10 dan 10 gacha, 11 dan 11 gacha, 9 dan 9 gacha 12 soatga belgilanadi. Bu payt ichida kamida 2 soat dam olasiz. Bu degani 10 soat ishlaysiz, shu vaqt ichida siz 100 mingdan 120 ming wongacha olishingiz mumkin. Hozir men 110 ming wonni oldim, shu aytganimdek. Shunaqa xullas Koreyadagi kunlik ishlar shularni shunaqa bo'ladi taxminan. Bu har xil bo'lishi mumkin. Endi men o'zim chiqadigan mehmonxona ishi misolida shu petting Chonso deydi. Men chiqqanim petting, ya'ni ikkinchi sherigimda bu Chonso deyiladi. Ya'ni petting bu o'sha divan narsasini almashtiradigan, Chonso bo'lsa xonani tozalaydigan odamga aytiladi. Xullas shunaqa. Videoni agar shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Bunaqa foydali videolarni xudo xolasa ko'paytiramiz. Nima haqida video chiqarishimni ham yozib qoldirsangiz, keyingi videolarga bu albatta katta foyda beradi. Albatta like bosib obuna bo'lib qo'ying, tezroq mingta bo'lishimiz kerak. Va nima ham derdim, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr o'rtalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.